Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar so'ragan o'sha mashhur ayollar majunimizni original retseptini tayyorlab ko'rsatib beraman. Erkaklarda testosteron gormoni qanchalik muhim bo'lsa, ayollarda ham progesteron, estrogen gormonlari juda muhim. Bu majunimizning ichida fitoestrogen ayollarning gormonini muvozanatga soluvchi giyohlar va urug'lar bor. Bizga kerak bo'ladi birinchi navbatda yong'oq, mayiz, ro'yon, qora andiz, salotka, sholg'om urug'i, ukrop urug'i, sildiriy urug'i, qora xalila, qirqbog'in, qovun urug'i, petrushka urug'i, bodring urug'i, kashnich urug'i, zarchava, kristal hindi, rastaropsha, dolchin, helba, uzum danagi, balila, imbir, kardamon, sariq xalila, qova urug'i, oq tut, arpa bodyon, qalampir munchoq, qora sedana, omila, shirin bodom, muskatli orix, sano urug'i, uzun murch va seldon dolchini. Va eng muhim qo'shimchamiz bu toza asal. Endi hamma mahsulotlarimizni kofemolkada maydalab tuyib olamiz. Mana mahsulotlarimizni maydalab tuyib oldik. Endi asal qo'shib qorib olamiz. Bu ayol majunimizni ayollarning sochidan tortib tirnog'igacha bo'lgan umumiy immunitetini ko'taradi. Anemiyaga juda ham samarali, gemoglobinni 100% oshiradi, miyadagi tiqilmalarni ochadi, xotiralarni yaxshilaydi, yuz terisini yoshartiradi, taranglashtiradi, sochlarni qoraytiradi, ayollik gormonlarini ko'paytiradi, muvozanatga soladi. Ayniqsa ayollarda kechadigan klimaks holatida, menopauza holatida estrogen gormoni kamayib ketadi. Buning ichida uzum danagi urug'ida fitoestrogen bor. Bo'g'imlardagi og'riqlarni, tuzlarni yuvadi. Bu ayol majunimiz oshqozon, ichak, jigar faoliyatlarini yaxshilaydi, yurakni mustahkamlaydi, jinsiy tanosil a'zolaridagi barcha shamollashlarni davolaydi. Eng muhim jihati ayollardagi sikl buzilishlarini muvozanatini tiklaydi. Mana ayol majunimiz tayyor bo'ldi. Bu majunimizni ertalab kechqurun bir choy qoshiqdan och qoringa iste'mol qilinadi.